Xitoy kommunistik hokimiyetining besimi va ziyonkashligida irqiy qirg'inchilikning qurboni Uyg'urlar vatan ichi sirtida kundan-kunga qo'rqinchli ahvollarga duch kelmoqda. Vatandagi urug' tuqqanlar bilan yillardan buyon aloqa qilolmayotgan muhojiratlik Uyg'urlar ularning vafotidan oylab hatto yillab xabarsiz qolmoqda. Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiy mudiri Abdulhakim Idris ommaviy taratquv hisobida 7 oy burun vafot bo'lgan dadasining xabarini yaqinda bilganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, u 81 yoshlik dadasi Abdulkarim Zikrulloh bilan eng oxirgi qatam 2017-yilda aloqalashgan ekan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonga tajovuz qilib besib olgandan beri Xitoy oqqullarni har xil nomlar bilan Sharq Turkistonga ko'chirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan beri atalmish Xinjiangni xitoylashtirish nomida Xitoy oqqullarni ko'chirishni davomlashtirmoqda. Bu qatam atalmish universitet o'quvchi fidoyilar mulozimati nomida Sharq Turkistonga maxsus tor bo'yicha Xitoy oqqullarni ko'chirgan. Atalmish Xinjiang gazetining 17 avgust xabar qilishicha, atalmish avtonom rayon doiralari 15 avgust Urumchida 2023-2024-yillik atalmish universitet o'quvchilar fidoyilar mulozimati nomida g'arbiy qism plani bo'yicha maxsus Xitoy oqqullarni kutib olish murosimi o'tkazgan. Xitoy uy mulk bozoridagi krizisning cho'nqirilishiga ergishib, Xitoyning eng chong uy mulk shirkati Xingda Amerikada vayron bo'lishni qo'g'dashni iltimos qildi. Bundaq bo'lganda, zo'r qarzdagi bo'lgan bu shirkat qarzdorlari bilan milliard dollarlik qarz qaytarish kelishimi tuzganda, mol mulklarning qo'g'dilishiga kafolatlik qiladi. Mazkur shirkatning 2021-yili qarzni to'layolmaslik sababli kelib chiqqan krizis dunyo bozorini zilzilaga keltirgan edi. Egilishicha, bu shirkatning pay cheki o'tgan yildan boshlab setilmagan. Xitoyning Avstraliyada o'tkazilgan to'rt taraflik bexatarlik dialogi harbiy manevrini nazorat qilish uchun sun'iy hamrohni ekvatordan tuvanki balvig'iga to'g'rilab axborot to'plaganlik o'tirg'i qo'yildi. ABC to'g'rining xabariga qaraganda, Xitoy doiralari Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindiston to'rt davlat Avstraliyada tashkillangan Malabar va Talisman sabir manevrlarini sun'iy hamroh orqali kuzatgan. Xitoyning qarz tozligiga tushib qolgan asosliq portning kontrolligini yo'qotgan Sri Lanka hukumati Xitoyning bu portni Hindistonga qarshi baza qilib ishlatishiga yo'l qo'ymaydiganligini e'lon qildi. Sri Lanka prezidenti Ranil Wickremesinghe o'z davlatining Hindistonga tahdid bazasi sifatida ishlatilishiga yo'l qo'ymaydiganligini e'lon qildi. Bu yana Sri Lankaning betaraf davlat ekanligini, Xitoy bilan hech qanday harbiy kelishim tuzmaydiganligini ta'kidladi. Yaponiya doiralari Rossiya bilan Xitoy birlashma chorlash olib berayotgan Yapon dengizi bilan Sharqiy Xitoy dengizi orasida Rossiya aeroplanlari bayqalgandan keyin urush aeroplanlarini harakatga o'tkazganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Rossiya davlat mudofaa ministrligi bayonotida Rossiya va Xitoy dengiz armiyasi paraxodlarining Tinch okeanda birlashma chorlash va dengiz armiyasi manevri o'tkazganligini dalilladi.